Pena sovuq, issiq sovuqda ushamaydi deya turganlarga mana isboti. Mana shu mana ko'ryapsizlar, vakuumdan iborat bo'ladi. Tishi bo'ladi. Ana shu issiq sovuqda tuxumlaslikni ta'minlab beradi. Mana. Keyin anu chiritib yuboradi, o'qib yuboradi, bo'qib yuboradi deyotganlarga ishonmanglar. Chunki o'shalar nakazat qilib bera olmaydi chiriganini. Bizda o'zbekchilikda negativlar bor. Buni hamma biladi. O'zi qilmaydi ya birovga qildirmaydi deydi-yu. O'shanday narsa. Bu umuman chiritmaydi. Qurigandan keyin odam bemalol ustida yursa ham bo'laveradi, qo'lida yuki bilan. Xullas, shunaqa gaplar. Bosi yotib kech bo'lsa ham